Sen maylimi? Eshiklardan kirgan mehmon shunaqa deb kiradi. Nimaga deymi? Eshikning kattaligini qaranglar, qanaqa zo'rligini. Men hozir ko'rib hayron qoldim, dizayni shunaqa zo'r. Qaranglar, $3665 bo'lyapti mashina. Narxi ko'rayotgan Lamborghini'dan ilhomlangan holatda qilingan ish. Materiali o'zi ham zo'r. Bu yoqda ham mexanizmlari ham yaxshi ekan. Chetida oynalari bor. Eshik yaxshi ko'radigan, ham mana shunaqa interyerni qirayotgan okalarga bag'ishlayman. Luxury ko'rinishdagi bu hammasi alyumindan qilingan qoplama. Bu yoq tomoni ham xuddi shunaqa, bu yoq tomoni ham xuddi shunaqa struktura ko'rinishidagi obshirkaga ko'zga tushyapti. Buni narxi $5600 ga aylanadi. O'zingizlarni joylarda ishlab chiqarish xohlayotgan bo'lsanglar, shunaqa mahsulotlar bemalol misol uchun shu zavod bilan kontaktga chiqib, eshigini andirisini olasizlarmi? Shunaqa obорудованияlarni olib ishlatishingiz mumkin. Shunaqa dizayn qidiradigan okalarga kerak bo'ladi.